Assalomu alaykum hurmatli podpischilar. Mana hozir shu traldan tushirib oldik. Qozog'istondan keldi. Mana yangi Vipskada 2026-yil Sani 335H. H Pro emas bu, H. Aka, 2026-yil Vipskamizda o'zgarishlar bormi? O'zgarishlar juda ham. Salon qismlari juda ham ajoyib o'zgargan. Knopka upravlение panellari o'zgargan, start stoplari o'zgargan. Tak, salon qismida yana nima o'zgargan? Sideniyalar yanada yumshoqlanadi, komfortli, sportli sifat qilingan. Amortizatsiya komfort, mana kovushlarimiz ham mana xudo xolasa biz aytgan stilda, mana bokovoylarni bemalol olsanglar bo'ladi. Strelamiz mana 9 metr. Hurmatli kuzatuvchilar, mana eng qizig'i Kawasaki nasoslarimiz yanada takomillashgan variantda. Komatsu KPM texnologiyamiz, quruq nasoslarimiz, mana rasprettellarimiz, alohida zapaslarigacha bor. Mana hurmatli kuzatuvchilar, bu Suzuki motorimiz, injektor. Mana bemalol birkalarni ko'rsanglar bo'ladi. Radiator qismimiz bu yangi Vipsga. Xudo xolasa mana endi bu yoni zashitnalar bilan qilishibdi, ochilmaydi. Lekin 18 klapli mana bu intercoolerimiz, ko'rib turgan bo'lsanglar. Mana radiatorimiz juda ham katta ob'yomda ekan.